Assalomu alaykum yaxshilar. Salomatmisiz? Demak, sizlar bilan yana bir ko'ngillarga xush yoquvchi, barchamizga manfaatli bo'ladigan hikoyani birgalikda tinglaymiz. Yangi boshlayotgan asarimiz ham barchamiz uchun manfaatli bo'lsin inshaalloh. Qirmiz yuzlilar. Birinchi qism. Muallif Bahor. 2007-yil dekabr oyining ilk sanalari. Qor har yilgidanda ko'p yog'yapti. Issiq uyda mehmonlar bilan gaplashayotgan ayol sovchilarga nima deb javob berishni bilmayotgandi. Bizni qizimiz hali kichkina. O'zim ham hali o'tgan oy Rossiyadan keldim. Diydoriga to'ymadim. Gulini hali beri uzatish niyatim yo'q. Matluba opa qarshisidagi ikki ayolga yotig'i bilan tushuntirdi. Ayollar bir-biriga tushunmagan kabi qarashdi. Chunki ularning ukasi umuman boshqa gap aytib yuborgandi-da. Tushunarli. Yana bir marta o'ylab ko'ring, biz hali yana kelamiz. Qani, amin. Ilohim to'ylar bo'lsin. Gurzira va Komila opa duo qilib o'rnlaridan turishdi. Matluba opa mehmonlarni uzatib, katta qizining yoniga qaytarkan, Guli xonada u yoqdan bu yoqqa yurib asabiylashayotganini ko'rish qiyin emasdi. Xo'sh, nima bo'ldi? Qiz hayajon va qiziqish bilan so'radi. Nima bo'lardi? Hali uzatish niyatim yo'q dedim. Ota-onasi yo'q ekan, ammo 6 ta opasi bor ekan yigitni. Matluba opa qiziga tushuntirdi. Nega yo'q deysiz? Guli g'alati tarzda so'radi. Nega yo'q demasligim kerak, qizim? Men seni hayotda unday olaga uzatmayman. Umuman, necha marta kelsa ham yo'q deyman. Nega yo'q deydi? Axir tushuntirmadingmi onangga? Umar sovuqda burni qizargan, buni ustiga yig'lab, ko'zlari shishgan qizning qo'lidan tutdi. Tushuntirdim, ammo hammasini aytmadim. Qanday aytaman? Oyimni yurak xurujidan o'ldiraman-ku. Qiz yana yig'lab, yuzini boshqa tomonga burdi. Bo'ldi, Guli, yig'lama. Bugun yana borishadi opamlar uyingga. Rozi bo'lsa kerak uyindagilar. Umar, dadam-ku rozi bo'lar. Ammo oyim, hammasi unga bog'liq-da. Xavotir olma. Agar rozi bo'lavermasa, o'zim borib hammasini aytaman. Keyin majbur bo'ladi. Umar qizni ovutishga urindi, ammo battar yuragini ezdi. Xato qildik, Umar. Xato qildik. Oyim meni bu ishim uchun aslo kechirmaydi. 4 oy bo'layapti. Yaxshiyam hozir qish, o'ranib qalin kiyinsam bilinmaydi. Ammo uyda oyim semirib qolibsanmi deb ikki gapni birida aytayapti. Guli qornini quchib yig'ladi. Xavotir olma, va'da beraman, shu oy to'y qilamiz. Faqat yig'lama, senga asabiylashish mumkin emas. Uyga yana kelgan sovchilarga Matluba opa yana rad javobini berdi. Haligi opa, qizingiz bilan ukamiz ahdlashib qo'ygan ekanda, shunga qayta-qayta kelyapmiz. Qizingizni bir ko'nglini so'rab ko'ring, maylimi? Bu safar boshqa singlisi bilan kelgan Gulzira opa shunday dedi-yu, qo'lini yana duoga ochdi. Mehmonlar ketarkan, Matluba opa asabiylashgancha qizining xonasiga kirdi. "Hoy qiz, ana ayollar nima deyapti? Qanaqa ahdlashish?" Ayol jig'ibiyron bo'lib so'radi. "Oyi, iltimos tinchlaning. Haligi siz Rossiyada paytingiz bobomni qo'lida ishlagandi u yigit. Keyin..." Guli gapirishga qiynalib yig'lab yubordi. "Kechiring, oyi, kechiring." Matluba opa asabiylashgancha chuqur uh tortdi. Mayli, qarindoshimizni o'g'liga unashtirib qo'ydik-da deyman. Guli, ularni orqasi toza emas ekan. Eng katta opasi uydan qochib ketgan ekan. Bittasi onasini urgan. Matluba opa joni kuydirib gapirdi. "Oyi, nega tushunmaysiz? Axir uni sevaman." Qiz chora yo'qligini bilib, oxiri shunday dedi. "Uyalmaysanmi? Tentay qiz, xolalaring eshitmasin bu gapni. Gap tamom, uzatmayman ularga." Ayol so'nggi gapini aytib xona eshigi tomon yurdi. "Iltimos, oyi, unday qilmang." Guli yig'lagancha onasining qo'llariga yopishdi. "Guli, jinni bo'lib qoldingmi?" Matluba opa qizini siltab yubordi. Yerga yiqilgan qiz og'riqdan ingradi. "Hoy qiz, senga nima bo'ldi?"
Ayol qornini quchib yotib qolgan qizning yoniga o'tirdi. Guli javob bermas, faqatgina yig'lardi. To'xta-chi. Matluba opa sergak tortib qizining ustidagi qalin kiyimni qornini ko'tardi. Guli! Hayron qolgan ayol taxmin qilgan narsasi xato ekaniga ishonishni istadi. Oyi, men homiladorman. Guli ho'ngrab yig'lab yubordi. Ayol shu gapni eshitdi-yu, qizning oyog'iga zarb bilan tepdi. Mumkin emas. Kimsan, Zarif boyning o'g'illaridan bunday nomussiz qizlar bo'lishi mumkin emas-da. Bu oila uchun isnot, zoti uchun dog' edi. Allaqachon tun. Qizning yig'layverib ko'zlari shishib ketgandi. Singlisi Samira va akasi Davron onasi uni nima uchun urganini hech tushunishmasdi. Yana kim biladi bu haqida? Qon bosimi oshib ketgan ayol bir nuqtaga tikilgancha so'radi. Opalari, Guli sekin shivirladi. Meni shunday xafa qilding, qizim. Seni kimlarga uzatmoqchi edim men. Kimlar qo'lingni so'ramaganda. Matluba opa yana yig'lay boshladi. Ertasi kuni yana o'sha sovchilar kelarkan, Matluba opa majbur rozi bo'ldi. Hamma hayron edi. Qayerdan chiqdi bu gap deya, hech xayollariga sig'dira olishmasdi. Dekabrning 30-kuni qilib belgilashdi to'yni. O'sha kun keldi. Kelin ko'ylakni kattarog'idan tanlagan qiz ham xursand, ham bir tarafdan xafa edi. O'sha kun keldi. Hamma ertalabdan ish bilan band. Guli shoshib har tarafga borib kelarkan, qornining pastida og'riq turdi. Birdaniga sanchiq og'riqdan bukchayib qolarkan, ish bilan band bo'lgan Matluba opaning ko'zlari birinchi qizini ko'rdi. Yugurib borib, bukchayib qolgan qizini xonasiga shosha-pisha olib kirarkan, Guli xonaga kirishi bilan yotib qoldi. Og'riq kuchaysa kuchayardiki, aslo bosilmasdi. Bolam, senga nima bo'ldi? Onasi tashvish bilan so'ray boshladi. Bolam, sekingina shivirladi qiz. Men o'lanning dardini totayapman onajon. Ko'ksimga o'zim tosh otayapman onajon. Oyi, Guliga nima bo'ldi? Samina Gulining xonasidan chiqib so'rarkan, Matluba opa bu payt nima qilishni bilmasdan u yoqdan bu yoqqa borib kelardi. Hech nima, shu to'y dardini deb tuzuk uxlagani ham, ovqatlangani ham yo'q. Shunga biroz mazasi bo'lmayapti. Ayol biroz qo'pollik bilan yana nimadir izlab ketdi. Shukrki, qizancha o'ziga kelib olgandi. Dugonalar har yoqda uni tabriklashar ekan, bu narsa Gulining yuragini battar siqardi. Guli, ancha semirib qopsanmi? Dugonalardan biri oynada o'z aksini kuzatayotgan qizga tikilgancha so'radi. Haligi qiz duduvlangancha gapirishga so'z topolmas ekan, o'rniga yaqin dugonasi javob berdi. Matluba-ya Rossiyadan olib kelgan shirinliklarni bilan boqdi-da qizini. Sen ham u yegan narsalarni yeganingda semirarding. Kinoyali gaplardan so'ng hamma jim qolarkan, tashqarida karnay-surnay ovozlari eshitildi. Doim shaharning eng oldi, boy va ko'rkam yigitlari orqamdan yurgan. Ammo har safar sovchi qo'yishganda qo'shnilar u qizni otasi piyonista, onasi esa Rossiyada bir o'zi ishlaydi deb yomonlab yuborishgan. Ammo bugun hamma gap so'zlarga nuqta qo'yiladi. Odamlarning og'zi tinadi. Men baxtli bo'laman. Qiz shularni xayol qilgancha xayrlashib, onasini qucharkan Matluba opa qizining qulog'iga sekin shivirladi. Bu qilgan ishing uchun seni aslo kechirmayman. Uchrashmadik ikkimiz bekor. To'y qizigandan qizir, ammo qizning xayollari hamon onasi aytgan gaplarda edi. Ammo u bunga haqli. Guli to'y davomida faqat shularni o'ylab o'tirarkan, Umar esa aksincha, hammasini unutgan holda faqat tabassum qilib o'ynab kulardi. To'y ham tugadi. O'ziyam kuyov tarafni qarindosh urug'ini sanog'ini bilib bo'lmadi. Ammo endi so'nggi sinov qoldi. Bu sinovdan o'tmasa, Gulini haydab yuborishmaydi, ammo yangilar buni butun dunyoga ovoza qilish turgan gap.
Yangi kelin ustiga chiroyli kiyimlarni kiygancha hovli tomon chiqdi. Katta uyda 5 ta qayin opa bilan yashash dahshatli edi, ammo qiz sevgisi uchun shunga ham ko'ndi. Qo'lida kichik chelak va supurgini olib tashqariga chiqarkan, hali tong otmaganini ko'rib biroz qo'rqib turdi-yu, onasining qulog'iga quygan gaplari sabab yana davom etdi. Sodda kelin hatto yon tarafi va qarshisidagi qo'shnilarning ham uyi oldini supurdi. Suv sepishni oxiriga yetkazar ekan, uyning yonida unga qarab turgan erkakni ko'rib, joni chiqib ketay dedi. Notanish kishi. Guli hatto uni to'yda ham ko'rmagan, balki payqamagandir. O'sha odam bir muddat unga qarab turdi-yu, uyning orqa tomonidagi eshikdan uyga kirib ketdi. Guli na baqirishni, na uyga kirishni bilardi. O'g'rimi bu yoki boshqa hech bilolmasdi. Qarindoshlar ketib bo'lishgan. Kim o'zi u? Umar, Umar turing. Amallab xonasiga kirib olgan qiz erini uyg'otishni boshladi. Ha, nima bo'ldi? Uyqusiragancha ko'zlarini zo'rg'a ochgan yigit Guliga qaradi. Hozirgina uyga bir kishi kirib ketdi, turing. Guli vahima qilgancha Umarni turtkiladi. Qani, qayerda? Yigit biroz sergaklanib o'rnidan turarkan, Guli uning qo'lidan tutib tortqilab ketdi. Mana shu yerdan kirib ketdi. Qiz uyning orqa tarafidagi eshikka ishora qilarkan, Umar chuqur uh tortdi. Uyning bu qismi akamlarniki, oilasi bilan shu yerda turishadi. Umar orqasiga qaytish barobarida ma'lum qildi. Qiz bo'lsa, hayron bo'lgancha unga ergashdi. Akangiz? Sizni akangiz ham bormi? Guli yotoqqa qayta o'zini tashlagan yigitning yoniga o'tirdi. Ha, mendan oldingi farzand u. Nega menga bu haqda aytmagansiz? Qiz rostdan ham o'sha kishini birinchi bor ko'rishi va birinchi bor u haqida eshitishi edi. Faqat opalarimni aytaverib esimdan chiqqan bo'lsa kerak-da. Uyning narigi tarafi ularniki, xotini va 2 qizi bilan yashaydi. Guli lol edi. Rahmatli qaynonasi kuchli ayol bo'lgan degan fikrga keldi. Axir 6 ta qiz va 2 o'g'ilni voyaga yetkazishni o'zi bo'larkanmi? Umar eng kenjasi va erkasi bo'lgani uchunmi, hali ham biroz yosh bola edi. Bu uyni hali qancha ochilmagan sirlari bor. Dasturxon atrofiga hamma yig'ilarkan, Guli yana o'sha erkakni ko'rib biroz qo'rqib ketdi. Afti juda ham sovuq. Odam birinchi ko'rganida qo'rqib ketishi aniq edi. Qorachadan kelgan, bo'yi ham past. Tursun, xotiningga ayt, bu yoqqa kelsin, kelini qo'lidan choy ichib ketadi. Gulzira opa ukasini chaqirdi. Kelinni choyiga zor qolgan joyimiz bor ekanmi? Nodi, ko'k choy ber, uyda choy qolmabdi. Tursun aka qo'lidagi 500 so'mni opasiga uzatdi. Nodira opa qo'liga pulni olib uyning yon tarafidagi o'zining do'koniga shoshdi. Idishga solib choy olib chiqarkan, Tursun aka hech nima demay uydan chiqib ketdi. Guli uyga tuntu yuz bilan kirgan Zamira opani ko'rishi bilan o'rnidan turib unga kelin salom qildi. Ammo na alik olindi, na nigohlar yumshadi. Ko'zlarini aylantirib Nodira opaga qaradi. Islomni mazasi yo'q. Olmagisi kelyapti. 3-4 ta olma olib chiq. Ayol shunday dedi-yu, shu yerdagi ko'rpachaga o'tirdi. Kel opa, choy ich. Umar Gulining qo'lidagi choyga imladi. Rahmat, ichaveringlar o'zlaringiz. Olib bermayman desam ham, shu qizni kelin qilding-a? Zamira opa oxiri chiday olmay yorildi. Opa, ertalabdan boshlama. Umar asabiy holda opasiga qaradi. Guli hayron edi. Nimalar bo'lyapti o'zi bu yerda? Hech nimani bilolmasdi. Bilganingni qil, eshitdingmi? Menga desa olib ketmaysizlarmi? O'zlaringga o'xshatib tamom qildinglar buni ham. Zamira opa singlisi tutqazgan olmalarni qo'liga olib eshikni qattiq yopgancha uydan chiqib ketdi. Guli yig'lamsirab zo'rg'a o'tirdi. Hatto uyalganidan choy ham icha olmadi. So'ngra hamma uyiga tarqaldi. Gulzira opa Samarqandga kelin bo'lgan ekan. Eri darrov chaqirtirib oldi. Sabohat opa esa Guli umrida ilk bor eshitgan joylarga kelin bo'lgan ekan. U ham ketdi. Guli, menga Nodiydan bitta olma olib kelib berasizmi? Menga pulga beradi-da, sizga esa tekinga bersa kerak.
Komila opa qornini silagancha Guliga iltimos qildi. Xo'p bo'ladi opajon. Qiz avval xijolat bo'lib turdi-yu, ammo yo'q deyolmay do'kon tomon shoshdi. Haligi, Nodir opa, judayam olma yegim kelgandi. Ikkita berasizmi? Guli cho'ntagidan pul chiqarib unga uzatdi. Olmalar qimmatlagan, ammo mayli, kelinimsan-ku, senga arzon qilib beraman. Guli umuman boshqa narsani kutgandi, ammo o'rniga umuman boshqacha narsa bo'ldi. Bir uyda yashab turib ham bir-biriga narsani sotib berisharkanmi? Guli boshqacha bo'lgancha uyga kirdi. Olmani bittasini o'ziga olib, bittasini Komila opaga uzatdi. Nima bo'ldi? Tekinga berdimi? Ayol qiziqqancha so'radi. Yo'q, pulga. Guli ham hayratlandi. Ha, o'lsin. Bu nafsiga qul bo'lib, qani, yur biroz gaplashib o'tiramiz. Ayol kelinining qo'lidan tortqilab ayvondagi supaga olib chiqdi. Meni ham bolam 4 oylik bo'ldi. Qornini silagancha jilmaydi ayol. Guli xijolat bo'lib ketdi. Gulandon 6 yosh bo'larkan, buni tuqqanimda. Gulandon kim? Qiz qiziquvchanlik bilan so'radi. Qizim, hozir Sabohatni uyda. Uni ham qizlari ko'p, shular bilan zerikmaydi. Komila opa olmani tishlagancha og'zini to'ldirib gapirdi. Eringizchi? U bilan ajrashganman, boshqa xotini bor. Guli bunday savol berganiga pushaymon bo'ldi. O'zi, bizni oila shunaqa. Ertalab kelgan Zamira opam ham eridan ajrashgan. 2 ta o'g'li bor. Eng katta opam Muhabbat. U esa qochib ketgan, sevgilisi bilan. Tursun esa 2 marta uylangan, xotini ham shunday. Ayol bu gaplarni shunchaki hech qanday uyalishsiz aytarkan, Guli hech nima deya olmay qolgandi. Haligi, tushlikka ham oz qolibdi. Men ovqat qila qolay unda. Guli xijolat tortib o'rnidan turgancha xonasiga shoshdi. Ha, nima bo'ldi yana? Kiyimlarini to'g'irlarkan so'radi. Hech. Oilangiz haqida aytmagan ekansiz menga oldin. Guli sekin oyna oldiga o'tirdi. Bas qilsangchi, Guli, ertalabdan beri shu mavzu. Umar asabiylashgancha ovozini balandlatdi. Mayli, asabiylashmay, hali hech nima deganim yo'q-ku. Qiz xafa bo'lgan kabi orqasiga o'girildi. Shunchaki bu mavzuda gapirishni istamayman. Asta-sekin o'zing hammasini bilib olaverasan. Xo'p, undan ko'ra ayt, nima yeging kelyapti? Olib kelib beraman. Bilmasam, kabob olib kela qoling. Guli quvonib nima istashini aytarkan, shu payt birdan eshik ochildi. Komila opa. Faqat xotiningga emas, bizga ham olib kelaver o'sha kabobingdan. Guli qaynopasining bu ishidan hayratda qoldi. Axir qaysi inson kelinining xonasiga ey yo'q beyo'q bostirib kiradi? Necha marta aytaman taqillatib kir deb. Chiqsang xonadan, uyalmaysanmi? Olib kelaman o'sha kabobingni. Umar opasini xonadan chiqarishga urindi. Ha, 3 kun deganda xotin qilib bo'lib qoldingmi? Opani unutasan-da endi. Komila opa xonadan chiqish barobarida baqirdi. Yo'q, opajon, o'zi sizga ham olib kelmoqchi bo'lib turgandilar. Guli nima deyishni bilmay xijolat bo'lgandan yerga kiray dedi. Ey Allohim, bu qanday uy o'zi? Mana bu ayol boyagina men bilan yaxshi gaplashib o'tirganda, endi esa erimni menga qarshi qilyapti. Yo Xudoyim, iltimos, meni bunday narsalar bilan sinama, yosh holimga ko'tara olmayman. O'zi shunday bo'lar. Kichkinaligimdan o'zlari boqqani uchun qizg'anishadi. Umar o'zini oqlagan bo'ldi. Mayli, hammaga olib kela qoling. Guli urush chiqmasligi uchun qo'lidan kelganini qildi. Erini ishga uzatib bo'lib kiyimlarini taxlarkan, xolalari Rossiyadan va Qozog'istondan olib kelgan sovg'alarni hech topa olmasdi. Komila opa, haligi Guli xijolat bo'lgancha nima deyishni bilmay kovlandi. Ha, gapiraver. Haligi xolalarim to'yga sovg'a sifatida 3-4 ta ko'ylak va taqinchoqlar bergandi. Qayerga qo'yganimni bilmayapman. Mabodo ko'rmadingizmi? Qiz battar uyalib ketdi. Ularni Gulzira olib ketdi. Umidingni uz ulardan. Nega olib ketadi? Qiz hayron bo'lgancha so'radi.
Uniyam qizlari ko'p, doim ularga narsa yig'ib yuradi. 3 sumka narsa bilan ketganini ko'rding-ku o'zing. Undan narsa yashirolmaysan. Ayol beparvo javob berdi. Axir, ular sovg'a edi. Qiz tomog'iga tiqilgan og'riqli narsani na ichiga yutishni, na tashqariga chiqarishni bilardi. Nima, narsalaringni qizg'onyapsanmi? Komila opa ensa qotirdi. Yo'g'-e, unda emas. Shunchaki ular juda qimmat edi-da. Guli yig'lashdan sal beri bo'larkan, Komila opa burun jiyirib, o'rnidan turib ketdi. Qiz bechora tinimsiz yig'ladi. Gulining ham xolalari ko'p edi. Eng kenja singlisi Matluba opa bo'lgani uchun kenjamizni erkasi deya Gulini doim yaxshi ko'rishgan. Ro'zg'or tashvishi sabab tinimsiz Qozog'istonda, bir Rossiyada ishlab qaytishayotganda Guliga narsalar olib kelishardi. Bu safar ham to'yona sifatida har bir xolasi eng qimmat taqinchoqlardan, eng chiroyli ko'ylaklardan olib kelib bergandi. Hammasini bitta qoldirmay Gulzira opa olib ketib qolibdi. Kech ham tushib Umar uyga qaytdi. Xotin uchun ayrim idishdagi kabobni xonasiga olib kirarkan, Guli hali ham yig'lashdan to'xtamagandi. Nima bo'ldi? Nega yig'layapsan? Yoki biror joying og'riyaptimi? Umar hovliqib kelgancha qizning yoniga o'tirdi. Hech nima bo'lmadi. Qiz ko'z yoshlarini artgancha yuzini burdi. Guli, asab qilma iltimos, nima bo'ldi ayt. Ana u kuni xolalarim olib kelgan to'yonalarni opangiz olib ketib qopti. Gulini xo'rligi kelib yana yig'ladi. Nima? Umar biroz o'ylanib turdi-da o'rnidan turib chiqib ketdi. Ha, keldingmi? O'zim ham yoningga kirsammi deb turgandim. Komila opa xuddi xavotir olgan kabi ukasining yoniga shoshdi. Ha, nima bo'ldi? Umarning o'zi nimaga chiqqani esidan chiqib ketdi. Ana u xotinchang Gulzirani o'g'riga chiqardi. Narsalarimni o'g'irlab ketibdi. Qo'li qiyshiqmi opangizni dedi menga. Nega jimsan? Erkakmisan o'zi? Opangni o'g'riga chiqarsa, jim qarab turasanmi? Komila opa battar Umarni asabiylashtirdi. Rostdan shunday dedimi? Umar na ishonish, na ishonmaslikni bilardi. Nima, sen menga ishonmayapsanmi? Bo'ldi, hadeb boshimni og'ritavermang, hozir gaplashaman. Umar ovozini balandlatib o'shqirgancha xonasiga qaytib ketdi. Qiz haliyam yig'layapti. Kim ham yig'lamaydi axir. Guli. Xonaga vajohat bilan kirgan erini ko'rib, qiz o'rnidan uchib turdi. Ha, nima bo'ldi? Qiz ko'z yoshlarini artib unga yuzlandi. Sen nega opamni o'g'riga chiqarding? Opamni qo'li qiyshiq dedingmi hali? Umar qizning ustiga bostirib keldi. Bu nima deganingiz? Qachon qo'li qiyshiq debman? Guli gapini yakunlamasdan yuziga kelib tushgan tarsaki zarbada yerga o'tirib qoldi. Kerak bo'lsa, hamma narsangni olib ketadi, bildingmi? U meni opam, sen undan ustun joying yo'q. Doim xolalarimning qizlari kun bermagani uchun xo'rligim kelardi. Oyim chet elda, dadam esa har kun ishda. Xolalarim va ammalarimning o'g'illari yaxshi bo'lishsa-da, qo'rquv kuchlilik qilib xona eshigini qulflab yotardim. Himoyaga muhtoj edim. Uni topdim. Umarimni sevib qoldim. Ammo uni o'zi menga ko'proq azob beryapti. Umar qiz yuzini ushlab eriga hayron qaradi. Seni latta-puttalaring kerak ekanmi opamga? Olsa ukasini xotininikini olibdi. O'zini kelinini narsalarini ham so'rab o'tirsinmi endi maydalashib? Yigit yana o'shqirdi. Qiz esa qarshisidagi insonni taniy olmasdi. Men o'g'ri demadim-ku. O'chir ovozingni. Agar yana bir marta opalarimni o'zimga yomonlasang, ana, katta ko'cha, uydan chiqib ketaver. Umar shunday deb xonaga baqirarkan, eshik yonida ularni eshitib turgan ayol ularning urushganini ko'rib mazza qilardi. Popladim. Ukamni senga berib qo'yar ekanmanmi? Chuchvarani xom sanibsan. Ayol mag'rur tabassum qilgancha xonadan uzoqlashdi. Umar o'sha payt uydan chiqib ketgan ko'yi hali kelmagandi. Guli esa tinimsiz yig'layapti. Yuziga tushgan tarsaki izi go'yo haliyam lovullab yonayotgandek. Hali yangi kelinchak,
Bunday bo'lishi judayam g'alati va ishonib bo'lmas edi. U hech ham Umar uni urishi mumkinligi haqida o'ylab ko'rmagan. Qiz sekin o'rnidan turib kirish eshigini ochib qo'ydi. Birozdan so'ng esa eshik 2 marta taqilladi-yu, so'ngra qulf emasligini bilib sekin ochildi. Umar qo'lida kichik quti bilan xonaga kirdi. Guli hali uyg'oq bo'lsa-da o'zini uxlaganga soldi. Yigit sekin kelib Gulining yoniga o'tirdi. Guli, Umar sekin qizni chaqirdi. Uxlayapsanmi? Meni kechir. Shunchaki asabiylashib ketdim-da. Qara, senga shirinlik olib keldim. Umar qo'lidagiga imladi. Men uni o'g'ri demagan edim. Qiz ko'zlarini ochib yigitga qaradi. Xafagarchilik uzoq davom etmadi. Qiz uni shunchaki kechirib yubordi. Axir sevadi. Guli, turing. Ovqat sovimasdan oldin Zamira opamga ovqat olib borib keling. O'g'li Islomni betob deyotgandi. Endi ovqatga o'tirgan qiz Nodira opaning gaplaridan so'ng yana xo'p deya o'rnidan turib ketdi. Narigi ko'chada oldida o'zim ekilgan uy uniki. Ha, yana bilmasangiz, yonida anjiri ham bor. Nodira opa yo'lni qizga tushuntirib ichkariga kirib ketdi. Ko'cha sovuq, fevral oylarida ham bu yil qahraton bo'layotgandi. Gulining usti yupqa, anchagina sovuq edi. Asta-sekin aytilgan ko'chaga kirib, uylar orasida Nodira opa ta'riflagandek biriga ko'zi tushdi. Eshik asta taqillatarkan, birozdan so'ng Zamira opa uning qarshisiga chiqdi. Assalomu alaykum. Ovqat olib kelgandim. Ayolni ko'rgach Guli xijolatli tabassum qildi. Zamira opa qizga tund nigohlar bilan qarab turdi-yu, eshikni ochiq qoldirib ichkariga kirib ketdi. Guli biroz o'ylanib turib unga ergashdi. Assalomu alaykum kelinoyi. Qizning qarshisiga taxminan 15 yoshlardagi yigit Davron chiqdi. Guli u bilan ko'rishib ovqatni unga uzatdi. O'zi esa yana Zamira opani qidira boshladi. Ayol oshxonada xamir qilarkan, keliniga bir qarab qo'ydi-yu, yana ishida davom etdi. O'qitib berib yuborishdimi ovqatni yana? Guli uning gapini tushunmay hech nima deya olmay qoldi. Nima? Qiz tushunmay qayta so'radi. Gulzira, ovqatni o'qitib berib yubordimi yoki qog'ozga duoibat qildirib kelibdimi? O'zingni hech nima bilmagandek tutma. Ayol yana qat'iy gapirdi. Gulzira opa ketgandilar. Ovqatni o'zim qildim. Nodira opam olib borib ber degandilar. Guli haqiqatni aytdi. Zamira opa biroz jim turdi-yu qayta qizga qaradi. Aqling ishlaganda bu uyga kelin bo'larmiding? Unga achingan kabi qaradi ayol. Tushunmadim. Nimasini tushunmaysan? Umarni senga nimasi yoqadi o'zi? G'irt piyonista bo'lsa, buni ustiga hali yosh bola ham. Hali endi ko'rsatadi bor qilig'ini. Oilangni surishtirdim. Oying qanday qilib uzatdi seni? Bolani oldirib tashlasang ham hech nima bo'lmasdi. Ayol go'yo jon kuydirib gapirardi. Bu nima deganingiz? O'z oilamni yomonlayotganimga hayronmisan? Shunchaki senga achindim. Oyim bechora shularni deb o'lib ketdi. Senga rahmim kelyapti. Boboyni hamma taniydi. Shunday odamni nabirasi xoruzor bo'lib qolmasin deyapman. Nima deyayotganingizga umuman tushunmayapman. Qiz ham hayratda, ham qo'rqardi. Ahmoq qiz, hali ham kech emas, ajrash, seni xarob qilishadi. Xayollarim chalkashib ketganda, yuragimning tub-tubida sevgimga shubha va qo'rquv uyg'ondi. Onam ha sevmay har bola bo'lgur deganiga tushunmagandim. Ammo endi butun tanamni qo'rquv bosgan. Xato qildimmikan deya ich-etim tirnab yeyishni boshladim. Bolam allaqachon 4 oylikdan oshgandi. Hatto tekshiruvga borishga ham qo'rqaman. Kunlar shu zaylda o'tardi. Guli xuddi shoqollar orasiga tushib qolgan qo'zichoq kabi edi. Hammasidan ham o'tib tushadigani bu Komila opaning ikkiyuzlamachiligi va bo'xtonlari edi. Bugun uyga oyimlar kelgan. Kelin bo'lganimizga ham 1 oy bo'libdi.
Shu vaqt mobaynida faqat qarindoshlar keldi. Ammo oyim kelmadi. Xafa edi, bilardim. Oyingizga choy uzating. Komila opa kinoyali gapirib qo'ydi. Qizimiz ancha ko'nikib qolgan ko'rinadi. Gulining xolasi og'ir sukunatni buzdi. Ha, bo'lmasamchi, o'z uyidek. Soat 10 gacha uxlab, ana undan keyin ishlarni qiladi. Bolani deb og'ir ish ham qildirmaymiz. Ovqatni ham o'zimiz qilamiz, xavotir olmang. Nodira opaning gaplaridan so'ng quda tarafning ko'zi moshdek ochildi. Yer yorilsa-yu, yerga kirsaydim deb o'ylardi Matluba opa ichida. Koshki edi shunday bo'lsa. Guli tong saharlab turib, hatto qo'shnilarning uyining oldini ham supurib suv separdi. Ko'ngli aynisa, shunday bo'lsa ham amallab ovqat qiladi. Og'ir ham ko'tarib qo'yib yotib qolgan kunlari ham bo'ldi. Unda ham Komila opa ertasi kuniyoq qizga og'ir ishlar buyurardi. Umar esa shunchaki opalarning gaplaridan chiqmasdi xolos. Oyi, ont ichaman, hech ham unda emas. Oshxonaga yolg'ondan suv ichgani kirgan Matluba opa qizini siquvga oldi. Bilaman, qizim, bilaman. Shunchaki xatoyingni ko'rdingmi deyish uchun keldim. Matluba opa qiziga achingan kabi qaradi. Nima qilay axir, oyi? Ko'zim ko'r bo'lib qolgandi. Axir siz ham dadamni sevmaganmisiz? Qiz ho'ngrab yig'lab yubordi. Qanaqa sevgini aytayapsan? Nikoh bo'lgan bizni payt sevgi. Hatto ko'chada bir-biriga qarab qo'yishsa ham ertasi kuni nikoh o'qitib to'y qilishardi. Nima qilay endi, oyi? Qiynalib ketdim. Guli asabiylashgani sayin qornidagi og'riq ham kuchayardi. Bolam, o'zing pishirgan osh. Endi aylanib ham, o'rgilib ham o'zing yeysan-da. Matluba opa qizining boshini silab ovutgan bo'ldi. Ammo eshik ortidagi quloqlarni unutishdi. Komila opa sekin gap o'ylarkan, ukasiga xotinini kaltaklatish uchun bahona topib qo'ydi. Hali senmi bizni uydagilarni yomonlaydigan? Qoni buzuq. Ko'rsatib qo'yaman senga. Aslida tabiatan shunday ikkiyuzlamachi bo'lgan bu ayol, hatto o'z oilasini bilsa-da, urush chiqarmasdan tura olmasdi. Bugun ham Gulining boshiga ko'p yomon kulfatlarni yog'dirishi aniq. Guli qarindoshlarini kuzatgani chiqarkan, onasini qattiq bag'riga bosib diydoriga to'yishga urinardi. O'zingga yaxshi qara, ko'p ham o'zingni urintirib qo'yma, maylimi? Matluba opa qizining peshonasidan o'pib qo'ydi. Xavotir olmang, quda, qizingiz bizni ham qizdek bo'lib qoldi. Nodira opa hiringlab kulib qo'ydi. Mehmonlar ketarkan Guli yana bo'shliq va sog'inchni his qila boshladi. Samirni kutib eshikni ochib qo'ygan qizning ko'zlari yumilib uxlab qolgandi. Ammo Komila opa uxlay olmadi. Ukasini kutdi. Keldingmi, Umar? Ayol xuddi jabrdiyda ayoldek ukasining yoniga yugurib chiqdi. Ha, keldim, opa. Guli qani? Uxlayapti. Men idishlarni yuvib uxlay degandim. Hozir bo'ldim. Qani yur, ovqat solib beraman. Aslida qo'lini bir ishga urmagan ayol mahorat bilan ukasini aldadi. Ovqat yemayman, charchaganman, yaxshisi kirib uxlayman, yaxshi dam oling, opa. Umar qulog'idagilarni unga uzatib xonasi tomon odimlarkan, opasining gaplari sabab yana to'xtadi. Aytadigan gapim bor edi-yu, ha mayli, aslida muhim ham emas edi o'zi. Nima bo'ldi, aytavering, eshitaman. Umar opasiga o'girilib yoniga kelib turdi. Haligi boya qudalar kelgandi. O'ziga poylaydigan odatim yo'q, bilasan. Shu tasodifan Guli bilan onasining suhbatini eshitib qoldim. Ayol aytishga xijolat bo'lgan kabi boshini egdi. Xo'sh. Guli aytdiki, biz unga kun bermayotgan ekanmiz. Sen har kuni ichib kelib uni urarmishsan. Unga og'ir ishlar qildirarkanmiz. Bu uyga kelgandan buyon faqat azob ko'ribdi. Ammo sen ko'nglingga olma. Hali yoshda, onasi bilan dardlashgisi keladi. Shunchaki aytgandir-da. Komila opa ukasining bo'zarib ketgan yuzini ko'rib, o'zi ham qo'rqib ketdi. Umarning asablari shu qadar buzilgandiki, hozir hatto Gulini burdalab tashlashga ham tayyor edi.
Qizishma uka, xotining homilador, nimayam derdik endi. Komila opa yolg'ondan uni tinchlantirishga urindi. Ko'rsatib qo'yaman bunga azobni. Guli! Umar g'azab bilan xonasiga bostirib kirdi. Qiz shovqindan uyg'onib ketarkan, ko'zini ochishi bilan erining qahrli nigohiga duch keldi. Sen kimni kimga yomonlayapsan, a? Umar qizning sochidan siqimlab turg'izdi-da, yerga uloqtirarkan, qiz og'riqdan ingrab yubordi. Nima qildim? Qizning ko'zi og'riqdan yoshlanib burishib ketdi. Opalarim kun bermayaptimi senga, a? Ko'rsatib qo'yaman senga azobni, ko'rnamak. Umar qizni tepib yubordi. Xonadan Gulining og'riqli qishqirig'i yangradi. Bolam! Ho'ngrab yig'lab yubordi qiz. Nima bo'layapti? Uyqudan uyg'ongan Nodira opa eshikka suyanib urishni tinglayotgan singlisining yoniga keldi. Anavi megajin o'ldi-yu, yo bolasi aniq tushdi. Qiziqish bilan gapirdi Komila opa. Umar Gulining bolam degan gapidan so'ng sal o'ziga keldi. Xotini homilador ekani endi esiga tushdi. Ammo Gulining qornidagi og'riq tobora kuchayib borardi. Umar darrov bolasi haqida o'ylarkan, Gulining yoniga cho'kkaladi. Guli, kechir, bilmasdan bo'ldi. Qattiq urmoqchi emasdim, kechir. Umar nima qilishni bilmay tipirchilab qoldi. Bolam. Qiz faqat shu so'zlarni takrorlardi. Hozir shifokorga olib boraman. Umar o'rnidan turib tezlikda xonadan chiqib ketdi. Guliga qarab turinglar, men mashina topib kelaman. Yigit shoshgancha uydan chiqib ketdi. Qattiq urma degandim bu tentakka. Endi bekordan bekor pul sarflab shifoxonaga olib boradi buni. Komila opa esa qotirgancha xonaga kirdi. Qiziqsana, Komi, o'lib qolsa nima bo'ladi? Tinch o'tira olmaysan sen o'zi. Nodira opa shoshgancha Gulining yoniga bordi. Tura olasanmi? Suv olib kelsangchi, xotin. Nodira opa jazavasi qo'zib baqirdi. O'lmaydi, hozir Umar keladi. Ko'zlarini olaytirib xonadan chiqqan ayol ukasini ko'rib darrov yana muloyim bo'lib qoldi. Nima bo'ldi? Topdingmi mashina? Tezlatsangchi, xotining qiynalyapti axir. Komila opa bezbetlarcha yolg'ondan jon kuydirib gapirdi. Topdim. Tashqarida Rashid o'rtog'im turibdi. Shuni mashinasida ketamiz. Umar shoshib xonaga kirdi. Nodira opa jim bo'lib qolgandi. Umar, bola o'ldi-yu. Nodira opa Gulining ko'ylagidagi qon dog'iga uzoq vaqt qarab qoldi. Doim noto'g'ri tanlov qilishdan qo'rqqanman. Odamlarning qo'rqqaning boshingga tushadi degan gapi to'g'ri shekilli. Menimcha noto'g'ri odamni tanlab qo'ydim. Shifoxonaga yetib kelgach, xotinini qo'lida ko'tarib bino eshigiga kirgan Umar qabul bo'limi tomon shoshdi. Shifokorlar Gulini tekshiruv xonasiga olib kirib ketisharkan, Umar unga qarab qoldi. Yigit devorga suyangancha qilgan ishi unga qanchalar qimmatga tushishi haqida o'yladi. Intiqib kutilayotgan farzand. Aynan shu bola tufayli ham to'y bo'ldi. Bu bola Umar va Gulining bir-biriga bo'lgan sevgisini va ishonchini eslatib turardi. Bemorning eri sizmisiz? Xonadan chiqqan shifokor devorga suyangancha boshini changallab asabiylashayotgan yigitdan so'radi. Ha, men. Umar darrov o'ziga kelib shifokorga qaradi. Men bilan yuring. Shifokor oldimlab ketib o'z xonasiga kirarkan, yigit unga ergashdi. Bolani ahvoli yaxshi. Yurak urishi ham me'yorida. Faqat ona ancha jabr ko'rgan. Yiqilganda ham qattiq yiqilibdi. Shifokorning gapidan so'ng Umar biroz hayratlandi. Yiqilibdi? Ha, ayolingiz bizga yiqilib tushdim deb aytdi. Yoki unda emasmi? Shifokor shubhalangancha ko'z oynagi ostidan Umarga qaradi. Ha, yiqilib tushgandi. Umar o'zidan uyalib ketdi. U ayolini shuncha kaltakladi. Ammo shunda ham Guli uni boshqalarga yomonlamadi. Chaqaloq qiz bola ekan. Yashash uchun astoydil kurashyapti.
Hayratlanarlisi, ko'p hollarda yiqilish yoki kuchli asabiylashishdan so'ng bola halok bo'ladi. Sizni ayolingizda bularning ikkisi ham bo'ldi. Ammo bu qizcha onani qo'yib yuborgisi kelmayapti. Ajoyib. Taxminan aprel oxiri yoki mayning boshlarida tug'ruq boshlanishi mumkin. Shifokor qog'ozga nimalardir yozgancha gapirdi. Qiz bolami? Umar qosh chimirdi. Qo'lida shifokor yozib bergan dori qog'ozchani ushlagancha xonadan chiqqan Umar g'alati hissiyot bilan Guli yotgan xonaga kirdi. Qiz boshini deraza tarafga burgancha jim yotibdi. Qo'liga esa osmoqol ulangan. Umar sekin borib uning yoniga o'tirib, bir muddat gapni nimadan boshlashni bilmay turdi. Qiz ekan. Hissiz tarzda aytdi yigit. Qiz yana jim. Javob qaytarmayapti. Hech hissi yo'q. Bu hali birinchi farzandingiz, keyingisi o'g'il bo'ladi hali. Umar bu gaplar Guliga taskin bo'ladi deb o'yladi. Ablah ekansiz. Sekin shivirladi qiz ko'zlarida nafrat bilan. Guli, bilaman. Mendan jahling chiqqan. Lekin o'zing... Yigit gaplarni yakunlamasidan unga g'azab ila qaragan qiz baqirib yubordi. Nima o'zing? Qilmagan ishimni qildi deyishgani uchun urdingizmi? O'sha opalaringiz... Guli gapira olmay qoldi. Birdan uning bo'ynidan olgan Umar bunga yo'l qo'ymadi. Hoy, jim. Opalarim haqida bir og'iz ham yomon gap aytolmaysan. Nima qilgan bo'lsa ham haqqi bor. Tilingni tiysang hammasi yaxshi bo'ladi. Ukolni olib bo'lgach, tashqariga chiq. Mashinada bo'laman. Umar qizni qo'yib yuborib o'rnidan turdi. Guli chuqur nafas olarkan, alamdan yig'lab yubordi. Ajrashaman. Chiqib ketayotgan yigitga qarab o'shqirdi qiz. Gulining gapidan so'ng Umar bir muddat sukut saqlab turdi. So'ngra ortiga o'girilib xotiniga tund nigohlar bilan qaradi. Bilganingni qil. Tushundingmi? Umar shunday dedi-yu xonadan chiqib ketdi. Shu onda o'zimni xo'rlangandek his qildim. Doim ajrashayotgan tanishlarimni ko'rib, biz unday qilmaymiz. Biz bir-birimizni chin dildan sevamiz derdim. Vaholanki, ular ham turmush qurishgan edi. Mashina Gulining qizlik uyi oldida to'xtadi. Guli mashinadan tushishi bilan Umar hech nima demay ketib qoldi. Davomi bor. Muallif Bahor. Ijrochi Rustam va Nozimaxon.